Shahar markazidan juda ham chiroyli, oppoq, ikki etажkali uylarimiz sotuvga chiqyapti. Ko'rib turibsizlar, orqamda 3 ta bir xil qilib qurib qo'yishgan. Sizlar bilan birga shuni obzorini qilib chiqamiz. Qani, ketdi bo'lmasa. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana shu uyimizni sizlarga nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Shunaqa uy sizlarga albatta nasib qiladi. Bo'lmasa obzorni boshlaymiz. Kir urishimiz bilan darvozaxona kattagina, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoqqa yashil zeleniy zona qilishgan ekan. Albatta yozgi oshxonasi ham bor, hojatxonasi ham joylashgan. Uyimizda 208 sotixga joylashgan. 6 ta xonasi, 5 ta sanuzel, podvoli, mansardasi va oshxonasi bor. Sizlar bilan birga endi ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin bitta tepaga nazar solasizlar. 2 etajli qilib juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Qani, marhamat. 10 qo'lli oshxona joylashtirilgan. Xo'p, to'g'riga o'tamiz. Bu yoqda hol, prixoshka, bu yoq tarafda kattagina zalimiz keladi. Bu yoqda kattalar uchun yotoqxona o'zini alohida sanuzel bilan birga, bu yoq tarafda mana umumiy yuvinish xonasi bor. Orqa hovli ham qoldirishgan, havo aylanib turish uchun. Bu yoqdan podvolga tushsangiz ham bo'ladi, podvolni ham hozir ko'rib chiqamiz. Ketdi. Namoz o'qiydigan joylargacha qiblalarni ko'rsatib ham qo'yishibdi. Endi tepani ko'ramiz. Zinadan chiqib kelar ekanmiz. Bu yoqda umumiy yuvinish xonasi joylashtirilgan. Uni yonida kattalar uchun yotoqxona o'zini alohida sanuzeli va yuvinish xonasi bilan birgalikda. Bu yoqda kladovka qoldirilgan. Uni yonida yana bitta xonamiz bor. Bolalar uchun qilsanglar bo'ladi yoki mehmonxona. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Tashqari qaragan derazasi bor. Bu yoq hovlimiz kattagina. Bu yoqdan balkonga chiqib bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Endi sizlar bilan birga mansardaga, tepaga 3-qavatga chiqamiz. Ketdik. Ko'rib turibsizlar, mansardaga chiqib olganmiz. Ko'p uylarda men mansardani ko'rmaganman. Birinchi, ikkinchi etaj qilishadi, lekin mansarda qilishmaydi. Bu yerda mansarda ham qilishgan, podvol ham qilishgan. Menimcha narxiga arziydi. Lustra va ba'zi tugallanmagan ishlari bor uyimizni. Shularni oladigan odam uchun tugallatib lustralargacha qo'yib beriladi. Bunaqa uyimizdan 3 ta qurgan ekanlar. Bittasi sotilibdi, ikkitasi qolgan. Srochniy ulgurib qolinglar. Olmazor rayon, Abdulla Nabif bo'ladi. Bu yoq taraf mana katta ko'chagacha 200 metr. Abdulla Nabifdan Nukus ko'chaga kelib turishi bo'ladi. Bu yoq tarafda Qora kollej, Umid kollej yoki Qora kollej deb aytishar ekan bu yoqni. Lokatsiyani bildinglar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi startoviy $299,000 deyapti. Yana kechtirib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqamni qoldiraman, telefon qilaverasizlar.